Texnologiyalar muzeyida 67 ta eksponat bor. Ulardan 28 tasi birinchi qavatda, 21 tasi ikkinchi qavatda, qolganlari 3-qavatda joylashgan. Muzeyning 3-qavatida nechta eksponat bor? Masala yechimini ikki usul bilan bajaring deb shart berilgan. Birinchi usul 3-qavatdagi eksponatlar sonini topish uchun jami eksponatlardan birinchi va ikkinchi qavatdagilarni ayirib o'tamiz. Ya'ni 67 ayirish 28 ayirish 21. Natijamiz 18 ga teng bo'ladi. Ikkinchi usulni ko'rib o'tadigan bo'lsak, avval birinchi va ikkinchi qavatdagi eksponatlarni sonini qo'shamiz, so'ng ularni jami sondan ayiramiz. Ya'ni 28 qo'shish 21 teng 49 ga teng bo'ladi. Jami eksponatlar sonidan ayiramiz. 67 ayirish 49 18 ta eksponat hosil bo'ladi. Javob: muzeyning 3-qavatida 18 ta eksponat bor.